Barchaga salom. Demak, sizlar bilan ushbu videoyimizda TikTok platformasidan to'g'ri akkaunt ochib, monetizatsiyaga ulanadigan akkaunt ochish haqida gaplashib o'tamiz. Demak, TikTokda pul ishlaydigan, ya'niki monetizatsiya yoqiladigan davlatlar ro'yxati bor. Bular Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya hamda Braziliya davlatlari bo'ladi. Aynan shu davlatlar orqali siz registratsiyadan o'tadigan bo'lsangiz, monetizatsiya yoqib, qo'ygan videolaringiz prosmotridan pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bu kabi davlatlardan akkaunt ochish uchun esa quyidagicha amallarni bajarishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, birinchi yo'li, agar sizni telefoningizda sim karta qo'yilgan bo'lsa va O'zbekiston sim kartasi bo'ladigan bo'lsa, siz TikTok platformasiga kirgan vaqtingizda birinchi navbatda Wait holatida turgan bo'ladi. Siz pastdan registratsiya degan tugmani bosib, registratsiya o'tadigan joyga o'tkazib olasiz. Va mana bu joyda registratsiya TikTok bo'lib turgan bo'lishi kerak. Va siz pastda e'tibor beradigan bo'lsangiz, region deb yozilgan O'zbekiston yozib qo'yilgan ko'k rangda. Aynan shu ko'k rangni ustiga bosasiz, davlatning ustiga va yuqoridan qidirish bo'limiga monetizatsiya ulanadigan biron bir davlatni belgilaysiz. Amerikani belgilab qo'ymang, chunki Amerikada belgilaydigan bo'lsangiz, sizni lokatsiyangizni ham Amerikadan to'g'riligini tasdiqlashingizni so'raydi. Shuning uchun siz Buyuk Britaniya yoki Fransiya, Germaniya yoki Janubiy Koreya qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Biz Fransiya akkaunti qilib qo'yamiz. Xo'p, rus tilida yozish kerak ekan. Demak, rus tilida yozamiz. Demak, FR yozadigan bo'lsak, Fransiya chiqdi. Fransiyani tanlaymiz va ko'rib turganinglardek pastda Fransiya bo'lib o'zgardi. Va siz shunchaki продолжать Google tugmasini bosib, Gmailingizni tanlab ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ikkinchi holatimizda esa agar bizni telefonimizga sim karta qo'yilmagan bo'lsa, shunchaki telefonni o'zi ishlayotgan bo'lsa, siz e'tibor bersangiz pastda boyagi kabi davlatni ro'yxati chiqayotgani yo'q, ya'niki O'zbekiston yozuvi yo'q. Agar sizda ham xuddi shu holat bo'ladigan bo'lsa, siz unda shunchaki VPN orqali kirishingizga to'g'ri keladi. O'zi shundoq ham O'zbekiston hududida TikTok ishlamaydi. Biz albatta VPN dan foydalangan holatda ushbu platformaga ro'yxatdan o'tishimizga to'g'ri keladi. Buning uchun istalgan biron bir VPN yuklab olasiz. Demak, menda Thunder VPN degani bor. Ushbu VPN ga kiramiz va qaysi serverdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, ushbu serverni tanlaysiz. Demak, agar siz ham shu VPN dan foydalanmoqchi bo'lsangiz, mana tepada globuscha ustiga bosadigan bo'lsangiz, davlatlarni tanlashingiz mumkin. Tekin versiyalardan, demak, Buyuk Britaniya yoki Germaniya ikkitasidan bittasini tanlashimiz mumkin. Xo'p, biz Buyuk Britaniyani tanlab qo'yamiz hamda ishga tushiramiz VPNni. Shundan so'ng TikTokga kiramiz va pastda demak, ro'yxatdan o'tish degan joyga o'tib olganmiz registratsiyaga va продолжать Google degan tugmani bosamiz va ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lgan o'zingizni Gmailingizni tanlaysiz. Gmailimizni tanlaymiz. E'tibor bering, siz monetizatsiyani yoqishingiz uchun yoshingiz 18 yoshdan yuqori bo'lishi kerak. Shuning uchun agar siz 18 yoshdan kichik bo'lsangiz, 18 yoshdan yuqori qilib yilingizni, ya'niki tug'ilgan kunlarni belgilab qo'yganingiz ma'qul. Xo'p, yilimizni biroz to'g'rilab yozamiz va sana kunni yozib продолжить tugmasini bosamiz. Ism yozishimiz kerak, ya'niki nickname. O'zingiz xohlagan username yozishingiz mumkin. Demak, biz ham yozib qo'yamiz. Xo'p, Wait degan tugmani bosamiz. Xo'p, o'zimizni Gmailimizni tanlaymiz. Ko'rib turganinglardek, ushbu profilimiz ochildi va endi buni to'g'ri ochilganligini, ya'niki hududimiz, akkauntimiz Buyuk Britaniya akkaunti bo'lgan yoki yo'qligini qanday qilib tekshirib ko'rishimiz mumkin. Buning uchun yuqoridagi 3 ta chiziqchani ustiga bosamiz va ushbu joydan настройкаga bosamiz. Biroz pastga tushib, akkaunt deganini tanlaymiz.
va yuqorida "Данные об аккаунт" deganni ustiga bosamiz. Xo'p, ko'rib turganinglardek bizni hududimiz Soedineniye Korolevsk ya'niki Buyuk Britaniya bo'lib belgilandi. Xuddi shu tarzda agar siz ikki xil usulda agar sim kartangiz bo'lsa shunchaki davlatni tanlab kirasiz, agar sim karta bo'lmasa VPNdan davlatni to'g'ri belgilab ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Shunday qilib bizni akkauntimiz to'g'ri ochildi. Ana endi biz buni bemalol monetizatsiyaga ulasak bo'ladi. Ana endi monetizatsiyaga qanday ulanadi, qanday talablarni bajarish kerak, uni keyingi videoda ko'rsatib o'taman.